Yaqinda shamolladim, homila suvlarini ko'rib bering, xiralashib qolmadimi degan savollar bilan ko'p patsientlar murojaat qiladi. Keling, homila oldi suvlari nimadan tashkil topganini bilamiz. Homila oldi suvlarini o'rganib chiqilganda, uni tarkibida oqsillar, lipidlar, uglevodlar, biologik faol qo'shimchalar, fosfolipidlar borligi, terisidagi soch to'qimalari borligini aniqlashgan. Apparatlarimiz ekspert klassi bo'lgani sababli shu mikroelementlarni biz ko'rish imkoniyatiga egamiz. Aslida suv shamollaganingiz bilan yomon bo'lib qolmaydi. Biz infeksiyaga moyil suv deb o'ylashimiz bo'lgan suvlar kam uchraydi. 17-18 haftalikda bo'ladi. Unda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan elementlar mikroman juda ham katta ko'rinishda bo'ladi. Bu holatlarda ham ginekolog vrachingiz bak-pasiv analizlar natijasiga qarab, agar infeksiya topilsa, shunga qarab lecheniya sizlarga yozib beradi. Bunday gap eshitgan holatingizda vahimaga tushmasdan qayta o'zi tekshiruvidan o'tishingizni tavsiya qilaman.